hozirgi kunda texnologiyalar bizga borgan sari zo'r qulayliklarni taklif qilyapti. Qo'limda turgan ko'zoynakka sun'iy intellekt ham joriy qilingan. Bu kelajakda Apple bilan kollaboratsiya qiladigan kompaniyaga o'xshayapti. Sababi Hammaga salom, bu Abdullajon. Do'stlar, biz sizlar bilan birgalikda yoshligimizda mana bunaqa telefon ishlatgan so'nggi avlod vakillaridan birimiz. Buni ishlatish juda ham qiyin bo'lardi. Men shaxsan birinchi marta uni ko'rganimda qanaqa ishlash kerakligini umuman tushunmaganman. Bizani ota-onalarimizni davriga kelib, tugmachali uy telefonlari paydo bo'lgan, lekin kimlarnidir ota-bobosini uyida xuddi shunaqa telefon bor edi. Esingizmi? Bu haqiqiy estetika. Lekin taxminan 8-10 yildan keyin butun dunyoda smartfonlar erasi boshlanadi va asta-sekinlik bilan uydagi telefonlar yo'q bo'lib ketishi boshlaydi. Avval odamlar diktofonni alohida, kalkulyatorni alohida, radioni alohida, telefonni alohida sotib olishgan. Lekin aqlli telefonlar davridan boshlab bularning barchasi bitta qurilma ichiga joylashtirilgan va ko'plab imkoniyatlarga ega bo'lgan. Shunchaki yaqin o'tmish haqida gapiradigan bo'lsak, ko'pchilik odamlar o'zini shaxsiy quloqchini bo'lish xohlardi yoki kamerali telefonni ishqibozi bo'lardi. Men bekorga gapni biron bitta narsani davr o'tish haqida boshlamadim. Ya'ni borgan sari quloqchinlarni ham, kameralarni ham, ya'ni telefonlardagi kameralarni ham davri o'tib boryapti. Sababi bo'lsa, mana bu qurilma Meta'ni yangi ko'zoynaklari. Biz o'zi aslida ko'zoynak deganda birinchi navbatda ko'zimizni quyosh nuridan himoya qiladigan biron bitta shunchaki shishani tasavvur qilardik xolos. Lekin hozirgi kunda texnologiyalar bizga borgan sari zo'r qulayliklarni taklif qilyapti. Ko'zoynaklar shu darajada rivojlanib ketyaptiki, hattoki mana shu qo'limda turgan ko'zoynakka sun'iy intellekt ham joriy qilingan. Bu Ray-Ban hamda Oakley kompaniyalari kollaboratsiyasi hisoblanadigan. Ray-Ban emas, Oakley Meta kollaboratsiyasi. Uzr. Internetdagi ma'lumotlarga qaraganda bu asosan sportchilar uchun ixtiro qilingan ko'zoynak bo'lib, har qanaqa paytda bu sizga yordam bera olishi mumkin. Garchi siz umuman zalga chiqmasangiz ham, sport bilan shug'ullanmasangiz ham, o'rtoqlar, qizlarning orqasidan yugurish ham qaysidir ma'noda bu sport. Demak, bundan olish kerak. Qutini ochish bo'lsa, bu haqiqiy qanaqadir san'at asari bo'lyapti. Mana bu yoqda maxsus matosi bor. O'shani shundoq tortsangiz, sizga shundoq ochiladi. Va buni ichidan mana bunaqa case chiqib keladi. Casening ichida esa tabiiyki bizning bugungi qahramonimiz, asosiy mavzuyimiz ko'zoynak bo'ladi. Lekin meni e'tiborimni tortgan narsa nima? Bu kelajakda Apple bilan kollaboratsiya qiladigan kompaniyaga o'xshayapti. Sababi, qarang, case USB-C bilan quvvatlanadi, lekin uni ichida xuddi Apple bizga hech narsa bermaydigan, faqatgina kabel o'zini berib qo'yadi. Bu yerda ham hech narsa yo'q, faqatgina mana qurilmani artish uchun mato bor va bizga hech qachon o'qimaydigan qurilmani pasporti bor. Men lekin shu paytda kelganda miyaga bitta g'oya kelib qoldi. Yaxshisi, Meta kompaniyasi qaysidir serverni azizgina bitta joyini olib, mana shu qurilma haqidagi barcha ma'lumotlarni video ko'rinishda tayyorlab, keysga QR kod qo'yib, QR kodni skanlash orqali ana shu videoga dostуп qilib berishi kerak va shunda shuncha qog'ozlar balki boshqa yaxshiroq ishlarga sarflanishi mumkin. Katta ehtimol bilan biz bu kitobchalarni tashlab yuboramiz, ochib o'qib ham ko'rmaymiz. Endi bo'lsa o'rtoqlar, tomosha qilishingiz mumkin ana shu yangi ko'zoynakni o'zi. Qurilmani dizayni haqida gapiradigan bo'lsak, u o'tgan safargi Ray-Ban Meta ko'zoynaklaridan farq qiladi. O'tgan safargi ko'zoynakning atrofi, dizayni juda ham eng sodda dizayn bilan ishlab chiqarilgan edi. Mana bu bo'lsa bemalol ko'chada ham sayyoh sifatida yursangiz ham yoki umuman ko'chadan chiqsangiz, sizni yaqqol ajratib turadigan dizayn hisoblanadi. Standart ko'zoynaklardan ozgina farq qiladi. Qurilma suv o'tkazmaydi, zarbaga chidamli, yorug'likni to'g'ri taqsimlaydi va namlik holatida parlanib, ko'z oldingiz yopilib qolmaydi. Xullas, toqqa chiqasizmi yoki velosipedda bo'lasizmi, har qanaqa paytda ham shamol o'tib, ko'zingiz oldinda parlanib qoladi-ku ko'zoynak taqsangiz. Unaqa holat ro'y bermaydi. Yoki sport zallariga ham olib chiqishingiz mumkin. Mana kachatsiya qilayotganlaringizni qurilma orqali zapis qilsangiz bo'ladi. Mashg'ulotlar og'irligidan yig'ilib olsangiz ham bu qurilmaga hech narsa qilmaydi. O'rtoqlar, buni kamerasi naq 12 megapiksel va 3K formatda ham syomka qilish mumkin. Ma'lumot uchun, iPhone'da 4K, bunda bo'lsa 3K bo'ladi. Farqini tushunyapsizlarmi? Sifati juda ham bir-biriga yaqin bo'ladi. Nima qilyapsiz hozir siz bu yerda? Sizga chetdan Siz tayyorlaymizmi? Ha? Bo'ldi endi.
ko'zoynakni shunchaki taqas va go sizga tayyor hadiyachi content degan so'z bor kurs tilida. Xuddi shunaqa odamga aylanasiz. Qurilmada o'rtoqlar 4 ta mikrofon va 2 ta dinamika mavjud. Dinamika sizga ovoz chiqarib berishga xizmat qiladi. Mikrofon bo'lsa tabiiyki siz berayotgan vazifalarni bajarishga. Lekin bitta minus tomoni bor. Dinamiklar ochiq bo'lganligi tufayli, mana o'zingiz ko'rib turibsizlar, mana shu yerda chizuvlar turibdi-ku. Mana shu dinamiklar ochiq bo'lganligi tufayli sizni atrofingizdagi odamlar siz nima eshitayotganingizni yaqqol ular ham eshitish imkoniyatiga ega bo'ladi. Lekin buni qanchalik katta kamchilik deyish mumkin, chunki balon $1000 turadigan Apple Vision Pro da ham xuddi shunaqa kamchilik bor edi. Unda yetmaganiga bundan ham balandroq chiqardi ovozlar. O'shaning uchun buni qanchalik katta kamchilik desa bo'ladi, buni o'zingiz baholashingiz mumkin. O'rtoqlar, men sizlarga hozir ko'zoynakni taqib oldim ko'zinglarning oldida va men hozir u menga qanaqa javob berishini, qanaqa tovush chiqarib javob berishini hozir sizlarga ko'rsataman. Mikrofonga maksimal yaqin kelgan holatda. Tayyormisizlar? Hazırlashdim. Take a video desiz. Shunchaki ko'rdinglar, mana bu yerda yonishni boshladi. Bu odam xullas aniq hozir men bila olmayman. Videoga olishni boshlaydi va hammasi juda ham oson, ya'ni mana turib bosib o'zingizdan Johnny English eslashingiz shart emas, chunki mayda take a video. Siz bo'ldi va sizni qo'llaringiz bemalol bo'sh, o'zingiz content maker bo'ladigan bo'lsangiz, balki Instagramda katta ehtimol bilan ko'p prosmotr yig'adigan videolarni ham egasi bo'lishingiz mumkin. Chunki aynan Ray-Ban ko'zoynagi bilan tayyorlangan juda ham ko'plab reelslarni Instagram avtomatik ravishda rekomendatsiyaga berib yuboradi. Bu narsani juda ham ko'p ko'rdik va videoni ostida Ray-Ban orqali tayyorlandi deb chiqarib shu narsani ko'rsatib beradi. Balki bundan katta ehtimol xuddi shunaqa narsa bo'lar. Menimcha bo'ladi. Xullas, qurilmaga Hi Meta deb keyin unga bo'lgan murojaatingizni yetkazasiz. U faqat ingliz tilida bo'ladi. Juda ham ko'pchilik buni rus tilida ham chiqadi deb o'ylashgan edi, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra, o'z bilasiz, juda ham katta kompaniyalar hozircha Rossiyaga sanksiyalar e'lon qilgan va shu sababli ham rus tilini buning ichiga umuman qo'shayotgani yo'q. Tabiiyki o'zbekchani ham bu tushunmaydi. Endi o'rtoqlar, uzr, siz atrofingizdagi insonlar o'zbekcha gapirsangiz, sizni tushunishmaydi-ku. Qurilma nima bo'libdi? Qurilmani eski versiyasidan farqi shundaki, yana bitta farqi shundaki, bu Ray-Banga nisbatan 2 barobar uzoqroq sizga ishlab beradi. Ray-Banda taxminan 2,5-3 soat ishlardi. Bu bo'lsa 8 soatgacha bemalol sizni qulog'ingizda sizga yordamchi vazifasini bajarib berishi mumkin. Yuqorida aytganimdek, taxminan 7-8 soatdan keyin agar qurilma o'chib qoladigan bo'lsa, uni case ichiga solasiz va buning ichida 48 soatga yetadigan akkumulyatori bo'ladi va kerakli miqdorda to'ldirib beradi. Va ma'lumotlarga qaraganda, men hali o'zim buni hali bir kun ishlatib ko'rganim yo'q. Buni zaryadkasi taxminan 20 minutda to'ladi. Lekin o'rtoqlar, bitta narsani alohida e'tirof etish kerak. 8 soat ishlaydi degani, bu sizga 8 soat tinmasdan video zapis qilishingiz mumkin yoki tinmasdan nimadir qilishingiz mumkin degani emas. Masalan, 20 minutlik quvvat olishdan keyin siz bemalol 2,5 soatga yaqin vaqtda qo'shiq eshita olasiz va 22 daqiqa tinmasdan ketma-ket video olish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. O'rtoqlar, bitta narsa uchun sizlardan uzr so'rashim kerak. Shu joyga kelganda bizdan texnik nosozlik o'tibdi. Gap shundaki, biz ko'rsatuvni to'liq tasvirga olgandik, lekin ko'rsatuvning oxirgi qismi va aynan AI bilan ishlanadigan qismi texnik nosozliklar tufayli o'chib ketib qolgan. Shuning uchun sizlardan uzr so'raymiz va keyingi obzorni xudo xolasa uzun xronda sizlarga namoyish qilishga harakat qilamiz. Xullas, keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha sog' bo'linglar.